to'garagi a'zosi Abdullayeva Ruxshonaman. Men bugun Konstitutsiyamizning 33-yilligi bilan nishonlanayotgan Konstitutsiya o'quvchilar nigohida tanlovida o'z ko'rgazmalarim bilan faol ishtirok etmoqdaman. Bu ko'rgazmalarimdan biri oila farovonligi haqida. Mana bu qo'limda turgan rasm oila haqida bo'lib, bu yerda ota-onalar o'z bolalari bilan xursandchilik bilan vaqt o'tkazayotganlari, bolalarning xursandchiliklari tasvir etilgan. Agar jamiyatimizda shunday oilalar ko'paysa, bolalar tarbiyasi juda ham a'lo bo'lar edi va O'zbekistonimiz ravnaqi uchun bu bolalar juda ham kerakli, doim hamma joyda faol